So'nggi yillarda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib, shu asosda ularning o'z qobiliyatlarini yuzaga chiqarishlari, vatanga sadoqat tuyg'usi bilan kamol topishlari uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Bu borada joylarda rahbar va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilib, ularni qiziqtirgan masalalarga oydinlik kiritilyapti. Hozirgi lavhamiz Surxondaryodan tayyorlangan. Yoshlar kuni hamda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi 500 nafar surxondaryolik yoshlar bilan uchrashdi. Termiz harbiy garnizonining madaniyat markazida burch, jasorat, matonat shiori ostida o'tkazilgan ochiq muloqotda Vatanparvar tashkiloti tomonidan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sportning texnik va amaliy sport turlarini ommalashtirish hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berildi. Ishtirokchilarning murojaatlari tadbirning o'zidayoq ijobiy hal etildi. Tadbirning eng esda qolarli jihati Shunqorlar harbiy sport o'yinlariga start berilishi bo'ldi. Ma'lumki, Shunqorlar harbiy sport o'yinlari har yili mamlakatimiz bo'ylab tuman, shahar, hududiy va respublika bosqichlarida o'tkaziladi. Respublika bosqichida g'olib bo'lgan jamoa O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisining kubogi bilan taqdirlanadi. Har yilgi o'tkaziladigan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining 2026-yildagi mavsumiga start berdik. Tuman, shahar jamoalari orasida musobaqalar boshlandi. O'ylaymanki, may oyi yakunigacha bu bellashuvlar muvaffaqiyatli tashkil etilib o'tkazilib, respublika bosqichida biz sara va eng kuchli komandalarni kutib qolamiz. Rahbar va yoshlar uchrashuvi doirasida tashkil etilgan avtokross, motokross, karting, biatlon, duatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, avia model, raketa model va kema model hamda harbiy qismning qurol aslahalar ko'rgazmalari tashrif buyuruvchilarda unutilmas taassurot qoldirdi.